Asallarim endi boy ko'rinish uchun qimmat xaridlar qilishinglar shart emas. Men sizlarga 6 xil rassetkaga ega bo'lgan shunaqangi zo'r ko'ylaklarni olib kelib qo'ydim. Buni turishini qaranglar, asalligini qaranglar buni. Bularimizni yenglari shunaqangi fanatik bo'ladi. Etaklarini qaranglar. Asalligini qaranglar. Bularni 50 gradus issiqlarda ham shunaqangi mazza qilib kiyorasizlar. Konditsioner. Bularimiz materiali dubayskiy Harrier bo'ladi. Bularimiz narxlari 350 ming so'mdan, razmerlari 38 dan 42 gacha bemalol kelib, bizning muhtasham magazinimizdan xarid qilib ketishingiz mumkin. Qizlar, bo'ldi endi jinsani yechinglar, maslarga yozda issiq chillalarni ham shunaqangi udobniy bo'lgan dvoykalarni olib kelib qo'ydim. Materiallari shunaqangi muzdek bemalol kiyorasizlar. Usti shunaqangi uzun bo'ladi, materiali shifon, shimlari shunaqangi bryuki bo'ladi. Bularimiz rassetkalarini ko'ringlar. Kommentariyalarimizda portlat bor deysiz. Nimaga meni razmerimni olib kelmayapsizlar degan Valshimer kopalarimiz uchun bu tovarlarimiz sizlar uchun. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Narxlari 430 ming so'mdan. Modellarga ham kiyib ko'rsatinglar. Ustimizda qanaqa turadi deganlar uchun sizlar uchun kiyib ko'rdim. Qarang. Buni turishini qaranglar, asalligini qaranglar buni. Modellarda ham kiyib ko'rsatinglar. Biz faqat vishulkalarda ko'ryapmiz deganlaring uchun mana sizlar uchun kiyib ko'rdim. Qaranglar buni qanaqa turishini. Buni 3 xil rassetkalarimiz bor, soni chegaralangan. Tez ulgurib qolmasanglar bo'lmaydi. Buni sultankalari shunaqa bo'ladi. Materiali marlovka. Buni bunaqa toshlari bo'ladi. Broshkalari xohlasanglar menga o'xshab bellaringga, xohlasanglar oldilaringga taqib olsanglar bo'ladi. Asallarim, buni rassetkalari nima deyapti? Buni poloskalari nima deyapti? Cho'ntaklarini qaranglar. Men sizlar uchun Adidas firmasidan shunaqangi garoxli bo'lgan troykalarimizni olib kelib qo'ydik. Bularning ranglarini qaranglar, yonishini, materiali prosta super. Ranglari shunaqangi ochiq havo rang, limon rangi, ustimdagi shunaqangi pushti rangi. Bular turishini qaranglar, ustinglarda dod devoradi-yu. Narxlarimiz 480 ming so'mdan. Siz aziz klientlarimiz uchun bu ko'ylagimiz o'zi vitrinada turgancha ham sotilib ketyapti, lekin Instagramda ko'rib keladigan mijozlarimiz uchun men o'zim obzor qilib berishni xohladim. Oldilari shunaqangi tuymali bo'ladi, belida shunaqangi asal kamarlari bo'ladi. Bularimiz poloskaliklari, poloskasizlari ham bo'ladi. Bularning rassetkalari nima deyapti? O'zi ustimda turishini qaranglar, buni yonadi-yu ustinglarda. Yenglari shunaqa kalta. Hijobli opa-singillarimiz uchun yenglar bilan kiysalardan bo'laveradi. Usti shunaqangi uzun tur beradi. Narxlari siz muhtasham klientlar uchun 300 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Soni chegaralangan. Tezroq kelib olib ketishinglarni maslahat beraman. Like bosib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.